Ohangarondan xonadon so'ragan do'stlarimiz uchun yaxshi variant bilan chiqyapman. Ikkinchi kvartaldamiz. Mana bu musiqa maktabi, yonimizda 3-maktab bor, 5-maktab bor. Undan tashqari masjidga ozgina bemalol yurib olsanglar bo'ladi. Uyimizning oldi tomonida mana mashina qo'yish uchun joylari bor, o'yingohlari bor. Uyimiz Imminni mana shu domning 4-qavatida joylashgan bir xonali xonadon. Ketdik ko'rib olamiz. Xonadonimizga kirib keldik. Mana orqa tarafimizda uyimizning glavniy kirovruch eshigi, kichkinagina prixoshka va bu yerda uyimizning sanuzul dushovoylari joylashgan, remontlari yaxshi holatda kelib, rasxod qilmasa mana shu xonadonda bemalol yashasangiz bo'ladi. Uyimizning asosiy xonasiga kiramiz. Kattagina mehmonxona. Umumiy maydoni 37-38 kvadratlar atrofida bo'ladi. 4-qavatda joylashgan. Uyimizda mana shu konditsionerlarimiz qavatda ko'ryapsiz. Yangi aboy qilib qo'yilgan. Xullas, uyimizning holati yaxshi holatda. Albatta like bosing. Ohangarondan xonadon izlagan do'stingizga turuvchini jo'natib qo'ying. Kennoyi kengina oshxona. Mana shu joyda o'zida bemalol stol qo'yib olsangiz, mana shu yerda ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi. Uy egalari aytishyaptiki, mana bu mebelni ham uyda qoldirib ketar ekan. Kichkinagina endi bu yerda balkoni bor. Xullas, bor, normalniy variant. Xonadonimizning narxini sizlar uchun $16,900 ga savdolashib qo'ydim. Bir xonali xonadon. Pastda egalari raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqasizlar. Sizlarga sunnatiga o'tib beriladi.